Men ayolimni yaxshi ko'rib uylanganman. Muhabbat oilaga sinov kelganda bilinar ekan. Bizga ham Alloh sinov berdi. 7 yildirki farzandsizlik bilan sinamoqda. Hammasidan ham ayolimga qiyin. Chunki unda ayb yo'q. Qanaqa tushunmagan odamsan? Men senga urolog, androlog sifatida aytyapman. Sen bolali bo'la olmaysan. Bilaman, lekin sen mutaxassis sifatida nechta odamga yordam bergansan? Nimaga og'ayningga yordam bermaysan? Gap puldami beraman? Gap faqat pulda emas-ku. Sen 99% ehtimol. Ana ko'rdingmi? 1% imkoniyatim bor ekan-ku, bor ekan. Menga shuni o'zi yetadi. Ayolim 7 yildan beri sadoqat bilan yashab kelyapti. Lekin biror marta sen bilan ajrashaman degan so'zni gapirmadi. Bilasanmi, har bir qizaloqni bolaligida qo'g'irchog'i bo'lgan. O'sha qo'g'irchog'ini uxlatar edi, ovqat berar edi. Nimaga? Chunki u kelajakda ona bo'lishni orzu qilar edi. Lekin men ayolimga shu orzuni bera olmadim. Hamma ayb mandaligini bilsa ham jim yashab kelyapti. Nima unda bunaqa orzusi bo'lmagan deb o'ylaysanmi? Sendan o'tinib so'rayman. Yo'q emas-ku, bor-ku. O'sha 1% imkoniyatdan foydalanishimga yordam ber. Menga berilgan o'sha 1% imkoniyatdan foydalanishim kerak edi. Nima uchun? Chunki ba'zida o'sha 1% ham sizni yana hayotga qaytarishi mumkin. Voy, ana Adin. Kela qol qizim. Ada!